Ko'pchilikka qiziq bo'lgan 60 ga 120 Koreya zavodini pastki jarayonlaridan qisqachagina tushuntirish. Mana bu zavodskiy holatda tag ko'rinish qismi qo'yganda qopqog'imizda salgina zazor bo'ladi. E, Bu holatimizda biznikida olinganda paskani tagidan bitta yurgizib yuboramiz. Shuni hisobiga pastdan ko'rinishi chiroyli dumaloq holatda ko'rinadi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka kelishilgan holatda bo'ladi.